Qala aleyhi salatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. La tecgalu buyutakum kuburan. Ve la tecgalu qabri iden. Ve sallu aleyye fe inne salatakum tebluğuni haysu kuntum. Yurtlarınızı kabirlerge eğlendirmegiz. Benim kabrimden gil barıp yeri turgan urun yasamagız. Mena salavat eytigiz. Hakikatte koydağına bulsağız da sizin salavatlarınız mena kilip irişir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, birinci yurtlarınızı kabirlerge eğlendirmegiz dedi. Yurtlarınızı kabirlerge eğlendirmegizning ma'nosi, yani yurtlarınızda namaz o'qig'iz. Namaz o'qig'iz. Sünnet namazı. Chunki farz namazın ir kishi o'qirga tegish qoida masjidda, boshqa irlar bilan jamoat namozida. Endi sünnet namazların bizning payg'ambarimizning sunnati bo'lib tura, sünnet namazların ida o'qi. Eng yaxshi sünnet namazı ida o'qilgan namoz. Eng yaxshi sünnet namazı ida o'qilgan namoz. Ham nega qabirlarga aylantirmaydi? Chunki qabirlarda namoz o'qirga yaramay. Qabirlarda namoz o'qimay, ham shunga ko'ra o'qilmay, ham shunga ko'ra namoz o'qilmagan yurt qabr shekilli. Qabrga teng. Chunki bunda namoz o'qilmay bu yurtda. Agar bugun ixtibor etib qarasak, masjidlarda namoz o'qigandan so'ng, ko'pmi kishi farz namozini o'qigandan so'ng shundan turib sünnet namozini o'qiydi. Sünnet namazını okuyuyor. Bütün sünnet namazları mescitlerde okuyorlar. Acayip, hatta vitr namazlarını da mescitte okuyorlar. Hatta vitr namazlarını da mescitte okuyorlar. Bu kişiler ida nini namaz okuyorsun? Bu kişiler ida nini namaz okuyor? Allah ilerinde hatınlarına, balalarına, tuğanlarına nindi örnek ko'rsatar ekan. Demek onların balalar, onların xotinlari, onların namaz o'quvini butunlay ko'rmay. Chunki ular bütün namazlarını qayda o'qiylar? Masjidda o'qiylar. Mana shu kishilardan yurigini so'rab qarag'iz. Bor namazlarni masjidda o'qigan kishilardan. Abi, sening malaying namoz o'qiymi deb. Abi, sening xotining namoz o'qiymi deb. Abi, sening inoqlaring namoz o'qiymi deb. So'rab qarag'iz. Ham qizg'anishga qarshi ko'bisi yo'q deyashak. Yo'q deyashak. Chunki ularning ko'bisining oilasi namoz o'qimay. Nechik namoz o'qisinlar ular? Chunki ular atilarining namoz o'qiganini ko'rganlari yo'q. Atisi butun namozini qayda o'qiy? Masjidda o'qiy. Yarar alay. Ham bu kishilar butun namozlarni masjidda o'qiy turgan kishilar. Agar sen farz namozidan so'ng o'tirib zikr qila boshlasang, oshulana başlar. Talaşalar senin bilen. Sena turib namoz o'qira qo'shilar. Zikr namazdan so'ng o'tirib zikr yasav. Allohga zikr qiluv. Bu payg'ambarimizning sunnati. Ammo sen ish etgan amal, farzdan so'ng shunda o'tirib sunnat namozi o'qu. Bu sunnat tugil. Bu sunnat tugil. Ham shulay agar sen farz namozidan so'ng turib ishib ketsang, shunda da oshnalar namozini o'qidi. Nega turding dey, nega ketasan dey. Bizning mazhabda alay tugul dey, bizning mazhabda alay yozilmagan dey. Qayda yozilgan alay dey. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, yurtlaringizni qabrlarga aylantirmagiz dedi. Ya'ni yurtlaringizda ko'proq namoz o'qig'iz. Sunnat namozlari. Farz namozidan so'ng kelgan sunnat namozlari. Tungi namozlar. Ham shulay payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, menga dedi salovat aytigiz. Menga salovat aytigiz. Haqiqatda qo'ydag'ina bo'lsangiz, sizning salovatlaringiz menga kelib irishir. Ham biz sizni o'qidik. Kim payg'ambarimizga bir salovat ayta, Allohga necha salovat ayta? 10 salovat ayta. 10 salovat ayta. Ham qo'ydag'ina bo'lsangdan, sening salovating payg'ambarimizga borib erishacak. Payg'ambarimizga borib erishacak. Payg'ambarimizga salovat aytirish uchun uning qabrine bora kerakmi? Ha? Yo'q. Qo'ydag'ina bo'lsangiz-da, sizning salovatlaringiz menga erishacak dedi payg'ambarimiz. Ham shulay bu hadisda payg'ambarimiz aytdi, mening qabrimdan dedi, kelib yeri turgan o'rin yasamag'iz.
Peygamberimizin kabrine bar üçün gene yolga çıkarga yarayma? Yok. Peygamberimizin kabrine bar üçün gene yolga çıkarga yaramıyor. Haminde kişi Medine'ye kileyken Peygamberimizin meşitine ziyaret ederler. Peygamberimizin meşitine kilu niyeti bilen kileyken Medine'ye. Şu vakittaydı meşitke kilgeçtin Peygamberimizin kabrine barıp ana selam berip gitirge yaray. Lekin anın niyeti neydi buldu? Kabrga kilu mu? Yok. Anın niyeti buldu Peygamberimizin meşitine kilu. Ham şunda kilge şimdi Peygamberimizin meşitine kilge şimdi Peygamberimizin kabri kırığından gidip Peygamberimizge selam berip gitirge yaray. Allahu alem.